bir qadam tashlasak maylimi? Siz bosib olgan bu dunyoda biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Men sizga omadlar tilayman. Biz ham bir yashasak maylimi? So'zlarim yoqmasa tinglamay, qarg'adek pag'illar cho'qmay, haqimda g'iybatlar to'qimay. Biz ham bir yashasak maylimi? Siz davr surganda kuzatdik, biz atsak mehrimiz uzatdik, ko'ngilni havaslar bezatdik. Biz ham bir yashasak maylimi? Tur o'tiraverma, ish etmasanmi o'zi? Ish etmaysan sen. Qorin ochib ketdi, salat sotib berma. Tur salat yesin bak. Kanun zaten ovqat yiyelerine salat ne işimiz? Salat yesin deb turibdi, odamlarning gelini salat sotadi. Biles, salata kolum yok, çok kırakma, ovqatları ki sındırıp taşımam. Gap desa kop, ish desa enangnikidan top sana opam ko'rib men uchun, ya qassasi uchun doldurg'ochi yur seni. Muqaddas sana olib boraman. Yok, gençsiz oturun. Hazır bak bu, barışımız ham şart emas. 6 oktyabrda Muqaddas yapgani kursuna start ekan. 60dan ziyod narsalarni o'rgatadi ekan. Davay minnatamiz. Hozir Instagramdan yozib gaplashing, pulini klikat shart yarasi bo'ldi. Qarabsizki, men Sayda salatchi. Salatchi numara deyin Sayda numara deyin salatchi. Muqaddas, nechiksan balam, yaxshimisan? Men uyimda bir cho'ntiq bor. Shuni seni qo'lingga topshiraman. Deyka bir odam buni odam etib, tut etib chiqar. Ama deyka birda Anvarbek tortni aldinda 149-chi bo'lib turib, mana o'chirib tushib. Bu cho'ntiqni olib boraman hozir. Bo'ldi. Yaxshi balam. Necha so'm ekan? Yur, o'zim aytaman. Ho, ana. Non salat yesizmi? Finchoza, gribnoy. Yana navbat. Ana temperaturasi chiqib turib, yuring, hojat chaydan.